Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Wow, mana. Faqat hech kimga hop. Tushundim. Hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay, let's go. Nima bu? Qo'rqma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysanmi? Ha, albatta. Ana ketdik. Rus tili darsidan yordaming kerak. Qalpoq qilib tashiyman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgat. Okay, my friend. Go. I'm ready. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqa ham ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobur, kitoblardan ehtiyot bo'lib foydalan o'g'lim. Xo'p bo'ladi oyijon. Baxtiyor bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim. Kerakli 5. Nima? Qani Yulduz? Qizimmisan? Bilmadik. Yo'q, bunday. Tushundim. Rahmat. Endi uxlash kerak. Uxlashdan oldin tishlaringni yuvdingmi? Tishlaring sog'lom bo'lishi uchun ularni kunda 2 mahal. Uxlashdan oldin va uyqudan turgandan keyin yuvish kerak. Yuvdim. Mayli, unday bo'lsa yotib uxlay qol. Toza havo kirib tursin. Nima bu? Bu nimasi? Ha, Bobur. Sen tomonda qish keldimi deyman. Sen kechqurun ko'rmading-da. Shunaqa sovuq bo'ldimi? Ha-da. Men bilmabman ham. Bilmaysan-da tosh qotib uxlaganingdan keyin. Bir narsaga hayronman. Axir kechqurun uxlagani yotganimda ham havo bunchalik sovuq emas edi-ku. Ha, bo'lishi mumkin. Chunki kuz fasli keldi. Nima? Kuz keldi? Ha, ana qara. Wow, zo'r-ku. Barglar qachon sarg'ayishga ulgurdi ekan-a? Axir aytgandim-ku, kuz keldi. Kuzda esa barglar o'z rangini o'zgartiradi. Kecha shamolda barglar ham rosa to'kilibdi. Bobur, turdingmi o'g'lim? Ha, turdim. Tezda yuz qo'lingni yuvib chiq. Nonushta qilamiz. Xo'p, hozir. Bugun hovlida qiladigan ishlar bor. Tezroq bo'l. Mana ketyapman. Kecha shamolda to'kilgan barglarni tozalar ekanmiz. Yaxshi-ku. Mana senga dam olish kuni. O'zi barglar nega to'kilar ekan-a? Nimaga ular kuzda rangini o'zgartiradi? Barglar yashil rangda bo'ladi. Barglar, ya'ni yashil o'simliklar, sizni kislorod bilan ta'minlash uchun juda ko'p ter to'kishadi. Daraxtlar yerdan suvni ildizlari orqali oladi. Havodan karbonat angidrid gazini qabul qiladi. Ular suv va karbonat angidridni kislorod va glyukozaga aylantirish uchun quyosh nurlaridan foydalanadilar. Glyukoza
Bu daraxtlar oziq-ovqat sifatida ishlatadigan shakar turidir. Ushbu jarayon fotosintez sifatida tanilgan. Fotosintez jarayonida xlorofil deb nomlanuvchi kimyoviy element faol ishtirok etadi. Xlorofil barglarda juda ko'p uchraydigan yashil rang pigment hisoblanadi. Barglarning yashil rangda bo'lishiga aynan xlorofil pigmenti javob beradi. Xo'sh, nega barglar rangini o'zgartiradi? Xlorofildan tashqari barglarda yana ikkita pigment mavjud: karotin va ksantofil. Yoz davomida eng zich pigment hisoblanadi, chunki u fotosintez uchun zarur. Zich bo'lgani uchun ham u karotin va ksantofil pigmentlarini yuzaga chiqishiga yo'l qo'ymaydi. Kuz fasli kelishi bilan kunlar qisqarib, tunlar uzaya boshlaydi. Shuning uchun quyosh nuri miqdori sezilarli darajada kamayadi va natijada o'simliklar fotosintezni amalga oshira olmaydi. Quyosh nurlari miqdori kamayishi bilan xlorofil miqdori ham kamayadi. Shu sababli barglarda allaqachon mavjud bo'lgan karotin va ksantofil pigmentlari ko'rina boshlaydi. Barglar qizil rangga ega bo'lganda yanada chiroyli ko'rinadi. Ushbu qizil rang antosianin pigment hisoblanadi. Antosianinlar karotin va ksantofildan farqli o'laroq barglarda doimo mavjud emas. Daraxt antosianinlarni xlorofil miqdori sezilarli darajada kamayganidan keyingina sintez qiladi. Qisqasi, barglar aslida rangini o'zgartirmaydi. Ular shunchaki kuz davrida yashil ranglarini yo'qotadilar. Demak, barglar rangini o'zgartirmas ekanda? Ha, shunday. Bobur, tezroq bo'l. Barglarni tozalashimiz kerak. Barglar rangini o'zgartirsa ham, o'zgartirmasa ham ular baribir to'kiladi. To'kilgan barglarni esa tozalash kerak.